Bir savol bersam maylimi? Nimaga doim inglizcha gaplashasizlar? Hozir ayollar qizlar orasida moda bo'lib ketdi. O'zi o'zbek bo'lsa ham inglizcha ruscha gaplashadi, oliftalanib. It turns out that Mr. Dawson is quite a fine artist. He was kind enough to show me some of his work today. Ko'rdingizmi, Jek? Bu o'zi ro'si tegi asli qo'qonlik. Oliftalanib bu ham inglizcha gapiradi. 1 2 3 4 yoz kelyapti. Formaga kirib olmasak bo'lmaydi. Futbolka kiyganda uyalib qolmaylik. 6 mi? Preskacha qilamiz oyoqdan o'sha, yaxshilab o'sha. 1 2 sport bilan shug'ullaninglar. Sport. Sog'liq garovi. Sanavasanmi? Nechi bo'ldi o'zi? To'g'ragan tongdaydi soat 5 ga ko'rishib turdim. Hafta 7:30 o'tirib men ketdim, yo'qman bo'ldi. Shodda bo'tda bir gap bor. Tortmaning ichidan qanaqadir podozrительный ovozlar chiqyapti. Qani bir ko'raylikchi. Xo'p. G'alati, juda ham g'alati. Ya xudoyim, bog'a uyimizda kazol bor ekan. Men kazol emasman, men nasafiyman. Ikkala o'yini bir ko'rsa.